Mana shu suratda bolalarni ko'ryapsizlarmi? Qanday chiroyli bu. Mana shunisi 12 yoshda vafot etgan. Bunisi 24 yoshda operatsiya stolida Toshkentda yotibdi. Biz Tojikistonda Istaravshan shahrini Jarqo'rg'on degan qishloqda turibmiz, lekin ko'ryapsizlar mana dadalari. Akajon nima bo'ldi o'g'lingiz? O'g'lim shu 3 yoshligida o'lib ketgan. 3 yil bo'ldi. Mana bu o'g'lim xuddi shu kasallikdan hozir O'zbekistonda operatsiya bo'lyapti, pul kerak. Shuning uchun men keldim. Siz o'zingiz silab borganmidingiz? O'zim borgandim. Majbur keldim sizlar uchun. Sizdan umidim katta. Biroq mana shu akamiz Toshkentga o'g'illarini yotqizgan, pul yo'qligi uchun pul qidirgani Tojikistonga yana qaytib kelgan mana o'ylari. Hamma narsalarni sotib, даже uylarini, bolalarni ochib sotganlarda. Hech nima qolmagan. Iltimos qilamiz. Bir nomer aytamiz, shu nomerda Sberbank karta bor. Pochcholarining kartalari bu. Mana shu nomerda pochcholarining kartalari bor. 8908 073 64 65. Azamat Ummatqulovich A chiqadi. Mana shu xolamizning turmush o'rtoqlari Rossiyada, shularning kartalari. Iltimos qilamiz, yordam beringlar. Mana shunday ikkita chiroyli bolani ko'rib turibsizlar-ku o'zlaringiz mana. Bittasi vafot etgan shu kasallikdan, ikkinchisi operatsiya Toshkentda. Qo'llaringdan kelsa dadasini ko'z yoshini ko'rib turibsiz. Akajon yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Bo'ldi, ko'zingiz bo'lsin. Akamizning ko'rsovg'isi ichlari to'kilganda, g'am g'urvatda. Aka siz necha yoshdasiz?